Shohimardon soylari, Shohimardon soylari, sollanib boqadi, sollanib boqadi. Assalomu alaykum, boy ota. Nimaga kelding? Shunday o'zim sizni ko'rgani keldim. Sog'inib qoldik, boy ota. Siz yaxshi ko'radigan Porsche mashinangiz bor-ku, o'shani urib oldim. Padaringga la'nat. Qanaqa urib olding? Uyingizga o't ketdi. O'shanga olib chiqib qo'ymoqchi edim. Qayerga o't ketadi? Nimaga o't ketadi? O bola, nima deyapsan? Uyingizga o't ketdi, boy ota. Shundoq uyi, shuncha pul. Ay. Boy ota, siqilmang. Zo'r taklif olib kelganman sizga. Qanaqa taklif? Qanaqa taklif Shumqadam? Boy ota, Xonsaroyda 1+1 aksiyasi bo'lyapti. Agar Shirin hayot loyihasidan xonadon xarid qilsangiz, ikkinchisini yutib olishingiz mumkin. Qanaqa qilib? Birinchi o'ringa bir xonali uy, ikkinchi o'ringa chet elga sayohat, uchinchi o'ringa 10 million so'mlik maishiy texnika. Ko'p siqilmang, boy ota. Shunaqa degan. Unda borib ko'rarkanmiz-da. Shumqadam, o'zi o't nimadan chiqdi? O'g'lingiz Bo'riboyvachcha bor-ku. O'sha shag'am o'ynab, uyda qulflanib qopti, boy ota. Voy jigarim, voy bola. Bo'riboyvachcha o'g'lim. Boy otani uylari ham, o'g'illari ham hammasi yaxshi. Prosta ozgina aldab, alamimni oldim.